Qora sedana yog'i haqida so'z yuritmoqchiman. Bu hayratomuz tabiiy ne'mat. Uning molekulasi juda mayda, biroq shunchalik kuchliki, shifobaxshlik ta'siri beqiyos. U turli-tuman kasalliklarga qarshi samarali. Astma, allergiya, hazm muammolari, teri yallig'lanishi, hatto saraton va diabetga qarshi qo'llanilishi kerak. Qora sedana yog'i glikatlangan gemoglobinga ta'sir qilish qobiliyatiga ega bo'lib, insulinga nisbatan qarshilikni, ya'ni insulin rezistentlikni yengillashtiradi. Oshqozon osti bezidagi insulin ishlab chiqaruvchi beta hujayralarini qo'llab-quvvatlaydi. Insulin bilan bog'liq har qanday muammo, vazn nazorati muammolari bilan ham uzviy bog'liq bo'ladi. Immun tizimi, xususan autoimmun kasalliklar yuzasidan o'tkazilgan ko'plab ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, ko'pgina xastaliklar yallig'lanish jarayonlari bilan bevosita bog'liq. Ana shu yerda qora sedana yog'i juda foydali. U yallig'lanishga qarshi kurashishda yordam beradi. Yallig'lanish jarayonida organizmda IL-6, ya'ni interleykin 6 nomli immun tizimining moddasi yuqori darajada ko'tariladi. Qora sedana yog'i bu moddaning miqdorini kamaytiradi. Shu bilan birga u interferon ishlab chiqarishni ham rag'batlantiradi. Bu modda virus va infeksiyaga qarshi kurashadi. Interferon so'zi ham to'sqinlik qilish ma'nosini beradi. Immun tizimining yana bir ahamiyatli qismi deregulyator hujayralar, ya'ni immunitet haddan tashqari faollashganda uni tinchlantiradigan hujayralar. Autoimmun kasalliklar aynan shu muvozanat buzilishi sababli kelib chiqadi. Qora sedana yog'i ushbu hujayralarni faollashtirish orqali organizmga tabiiy mo'tadillikni tiklashga yordam beradi. Qora sedana yog'idagi eng muhim faol modda timoxinon. Bu modda uning tarkibida eng ko'p uchraydi va shifobaxsh ta'sirlarining asosiy manbasidir. 1700 dan ortiq ilmiy tadqiqotlar shunchaki tasodif emas, ammo nega ayrim odamlarda u yaxshi ish bersa, boshqalarda samarasiz? Chunki u asosan alomatlar, ya'ni simptomlar bilan kurashadi. Shu bois muolaja vaqtida illatning asl sababini ham aniqlash lozim. Shuningdek, bu yog' inson uchun xavfsiz, zaharli emas, narxi ham maqbul. Lekin shunga qaramay, sizdagi masalan astma, avtoimmun kasalliklar, diabet yoki hazm muammolari nimadan kelib chiqqanligini chuqur tahlil qilish lozim. Agar sabab o'zgarmasa, yog'dan kutilgan foyda bo'lmasligi mumkin. Ammo u shu qadar foyda berganki, sinab ko'rishga arziydi. Eng qizig'i, bu yog' ming yillardan beri odamlar tomonidan ishlatiladi. Hatto bu yog' Tutanxamon qabrida ham topilgan. Turli sivilizatsiyalar uni turlicha maqsadda foydalanishgan. Ba'zilar bu yog'ni miyaga foydali deb qabul qilishadi, chunki u asetilxolin darajasini oshirishi mumkin. Bu modda esa xotira, diqqat va o'rganish qobiliyatini yaxshilaydi. Aksariyat odamlar esa uni teridagi yallig'lanish, masalan dermatit uchun qabul qilishadi. Uni ham og'iz orqali, ham tashqi surtma sifatida ishlatish mumkin. Dozasi qanday? Mening tavsiyam kuniga 1 dan 3 qoshiqqacha, ammo havoning issiq paytlarida yarim qoshiqdan boshlang. Keyin asta-sekin miqdorini ko'paytiring. Uning ta'mi achchiq bo'lishiga qaramay, ammo juda foydali. Foydasini ko'rganingizdan keyin o'zingiz ham achchiqligiga rozi bo'lib qabul qilasiz. Tashqi qo'llash haqida gapirsak, masalan, og'riqli bo'g'imga surtish uchun men qora sedana yog'ini DMSO, ya'ni dimetil sulfoksid bilan aralashtirishni tavsiya qilaman. Dimetil sulfoksid yallig'lanishga qarshi kuchli modda bo'lib, boshqa moddalarni teri orqali chuqur to'qimalarga yetkazish xususiyatiga ega. Masalan, uni oyoq tagiga surtsangiz, og'zingizda sarimsoq ta'mi paydo bo'lishi mumkin. Bu u moddani shunchalik tez singishini anglatadi. Bu moddani qora sedana yog'i bilan birga bir nisbatda aralashtiring va tizza, barmoq, bo'g'im, oyoq yoki qo'l bo'g'imlariga surting. Natijasiga o'zingiz hayron qolasiz. Bu ikki kuchli vosita birgalikda yallig'lanishni kamaytiradi, og'riqni yengillashtiradi. Qizig'i shundaki, bu usulni men WebMD tibbiy ma'lumotnomasidan oldim.
Ba'zilar dimetil sulfoksidni aloe bilan aralashtirishadi. Lekin u yetkazib beruvchi vazifasini bajara olishi uchun moddalarning molekulasi kichik bo'lishi kerak. Qora sedana yog'i ana shunday moddalardan. Xulosa qilib aytganda, qora sedana yog'i men uchun eng sevimli, tabiiy, samarali va ko'p tarmoqli vositalardan biridir. Xayr, salomat bo'ling.